Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi oshxona mebel Noringa kelganmiz. High-tech variantida zelyoniy bilan oqdan aralashtirib devor oshxona mebel tayyorlaymiz. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Oshxona mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Eshiklarni qo'yib ko'rsatamiz. Oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Zelyoniy bilan oqqa aralashmasdan tayyorladik. Oq shagrilda, zelyonimiz gladkida. Laminatdan. Xo'p, stalishni Toshkent, gaz vichkani olib kelib qo'yib berdik. Moyka o'sha o'zimizni hisobda. Xo'p, razmeri 440 Norinda tayyorladik. Ikkita asosiy chekkalarimiz bor. Tumbuchka. Oshxonalarimiz vakuumli, qora turbali, o'sha eng ishonchli ruchkalar. Xo'p, g'aladonimizda qo'shadonlarimiz bor. Xo'p, narxi 12 million so'mga mashq holati tayyor bo'ldi. Beznoshka variantda qildik, o'sha oyoqlari 100% yopildi. Plyuntus ham qo'yganimiz yo'q, bu yerda go'shtaki holi zatilkalar ham qilinmadi. Bez plyuntus qilib beringlar, men plyuntusni o'rniga yopib tashlayman dedilar. O'sha plyuntussiz qildik bu safar. 12 million so'mga mashq holati tayyor bo'ldi. Tepasi endi bar tepaga ochiladi, bo'yim baland yetmadi.